Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz. Bugungi mavzuyimiz reversiya haqida, ya'ni qaytish haqida. Reversiya ma'nosi qanday? Bu holatga, ya'ni aynan bu so'zga sizni ko'zingiz tushgan bo'lishi kerak. Reversiya bu lotinchada reverso, ya'ni qaytishni ma'nosini ko'rsatadi. Avvalgi holatga, shakliga yoki egasiga qaytishini anglatadi. Sohaga qarab bu tushuncha biologiyada teskari mutatsiyani qonun, moliyadagi mulkning qaytishini, psixologiyada esa himoya mexanizmini, o'z his-tuyg'ularini boshqalarga proyeksiya qilish uchun yoki yo'nalishni o'zgarishini anglatadi. Ya'ni reversiya bu qaytish, orqaga qaytish yoki boshqatdan ko'rib chiqish yoki o'sha holatga bo'lish. Misol uchun, reversiya holati juda ko'pchilikda. Misol ko'pchilikda eshitgansizlar. Bolaligimni sog'indim. Bolaligim bo'lsa qaniydi, o'tmishim bo'lsa qaniydi. Misol uchun, bolalikni sog'inish, holati ham bu reversiya. Yoki birinchi muhabbatimni sog'indim. Birinchi muhabbat haqida o'ylash ham bu reversiya holati. Ya'ni siz misol radio FMda 104 FM bo'ldi, 102 FM yoki 100. Siz 104 FMda yashayapsiz, ammo siz birdaniga xayolingiz bilan, xayollar olami bilan, mentalniy olamingiz bilan 100 ya'ni 100 ga qarab qaytyapsiz. 104 FM dan orqaga qarab qaytyapsiz. Aynan mana shu reversiya deyiladi. Reversiya holatini ko'pchilik ba'zi birlar buni separatsiyada ishlatishadi, texnika psixologiyada. Ba'zi birlar bo'lsa bolalikka qaytish yoki bolalikdan kechirim so'rash. Aynan bizga shunaqa texnikalar berganmiz o'qishimizda. Bolalik bilan ishlash, ya'ni bu ichki, o'zini ruhi bilan. Hech kim bolaligiga qaytib borolmaydi, lekin ichki ruhi bilan, ya'ni o'zini bolaligidan kechirim so'rash, ya'ni o'zini o'sha ruhidan, o'tmishdagi xayollaridan o'zi kechirim so'rash. Samom деле. Bu o'sha joyni reversiyasi bo'ladi. Reversiyani juda ham ko'plab qilish bu zarar. Misol, reversiya qachonki yaxshi? Meros olayotganingizda yaxshi. Ya'ni o'z egasiga qaytarilsin. Uning o'zini ma'lum o'ziga belgilangan egasiga mulk qaytarilsin. Mana shu joyda reversiya yaxshi misol. Ya'ni materialniy blago bo'yicha reversiya yaxshi. Lekin insonni xayolida o'zini xatolariga qaytishi bu holat nega bo'lishi mumkin? Misol, ko'rganmisizlar? Bir marta o'g'irlik qilgan odam yana o'g'irlik qilib qo'yadi. Agar eshitgan bo'lsanglar, endi hamma emas, yoki bir marta o'zini sevgilisi bilan ajraldi, yana sevgilisiga qaytadi. Reversiya. 370 marta ajrashadi, 370 marta qaytadi. Ziragim yarashibdimi? Hozir taqib ko'rdim. Nicho bo'ladi. Nicho bo'ladi, o'zimga yoqsa bo'ldi. Вот, mamsini ham taqib oldim. Klassnada. Rangi juda go'zal. Judayam. Xo'sh, reversiya. Mana sizlarni chalg'itishimni qaranglar. Вот. Reversiya muhabbatga qaytish. Reversiya holati. Xotini bilan ajrashdi, boshqa ayolga uylandi, lekin ikkinchi xotini bilan birinchi xotini haqida gaplashadi. Reversiya holati. Va undan tashqari qaynonalar birinchi kelinni yoqmadi, haydab yubordi, ikkinchi kelin olishadi, ikkinchi kelin bilan birinchi kelin haqida suhbatlashishadi. Bu ham reversiya. Aytibman, sevishganlar ham 370 marta orasini uzishadi, yana bir-biriga qaytishadi, yana o'sha reversiya. Ya'ni bu qaytish. Oldinga qarab ketish yo'q, faqat qaytish. Yana shunaqa oilalarni ko'rganmiz. Birinchi oilasi bilan ajrashgan, keyin ikkinchisiga uylangan, keyin vaqtlar, yillar o'tib, u yana birinchi xotiniga qaytgan. Reversiya holati. Undan tashqari reversiya. Misol uchun, sizdan qarz oldi, vaqtida qaytaraman degan, birinchisida qaytara olmagan, keyin zo'rg'a 1 yil 2 yil deganda qaytargan, keyin yana ishontirib yana pul olgan sizdan, lekin yana qaytarmagan. U ham reversiya holatida.
Reversiya holatida o'tish bu ko'proq zarar keltiradi. O'tmishga qaytish, sobiq sevgiliga qaytish, o'tmishga qaytish bu ko'proq zarar keltiradi. Sababi siz birinchidan o'sha voqeani siz, ya'ni o'sha voqeada bildingiz. Siz o'sha voqeada ozroq jabr ko'rdingiz, ozroq zavqlandingiz, ozroq o'ynadingiz. Ammo siz o'sha reversiyani bilasiz. Ya'ni xayollar olami bilan birinchi muhabbatga qaytish, oldingi sevgilingizga qaytish yoki oldingi muhabbatingizni eslash, oldingi ayolingizni eslash. Bu reversiya holati. Reversiya holati qaytgisi keladi. Yana mana ko'pchilikda ko'rgan bo'lsanglar, отношениyani orasi uzilib ketdi 3 oyga, 1 yilga va yana boshlanadi. Yoki sevgi, yoki er-xotinlik отношенияsi boshlanadi va yana birmuncha boshida qiziqarli bo'ladi, keyin yana sovuqlashadi. Nega? Chunki o'sha joyda siz o'sha oldingi ohangraboni qidirasiz. Oldingi ohangrabo. U ohangrabo yo'q. U ohangrabo bo'lmaydi. Chunki inson har kuni o'zgaradi. Har kuni xarakteri o'zgaradi. Har kuni uni ongida har xil g'oyalar bo'ladi, o'zgaradi. Faqatgina ko'pchilik o'sha odamni o'zini emas, obrazni yaxshi ko'radi. Ya'ni o'sha reversiya holatiga tushib qoladi va uni sog'inib o'sha joyga qaytib boradi. Qaytgan bilan unaqa yaxshi natija yo'q. Birinchidan u o'qib tugatilgan kitob, ya'ni hozir kitob bo'lganda ko'rsatardim. Qachon, nechinchi varoda, nechinchi betida nima bo'lishini o'sha o'qigansiz qayta-qayta va yana xuddi shu narsa takrorlanadi. Yana baribir orangiz uziladi. Agar siz sobiq sevgilingizga qaytsangiz yoki hozir ikkinchi o'zingizni ayolingiz bilan yashayapsiz, birinchi xotiningizdan ajrashgansiz, birinchi ayolingizga qaytsangiz, baribir ko'p miqdorda ajrashuv bo'ladi. Yoki siz ishxonadan bo'shadingiz va o'sha eski ishxonangizga reversiya holatida qaytdingiz. Baribir o'sha ishxonada uzoq qola olmaysiz. Uzoq qola olmaysiz, chunki bu narsa sizga yoqmaydi. O'sha Sog'inch FM ga o'xshab, yuqorida aytdik-ku, radioga o'xshatdik to'lqinlarni. Va borasiz o'sha ishxonaga. Oldin ishlagansiz, zo'r bo'lgansiz, kelasiz, hamma xursand, siz qaytib keldingiz, lekin oldingidek bo'lmaydi. Oldingidek bo'lmaydi. Hamda oldingi sevgingizga qaytganingiz bilan oldingidek bo'lmaydi. Oldingidek bo'lishini rosa xohlaysiz, rosa sabr qilasiz, lekin oldingidek bo'lmaydi. Reversiya holati yaxshi emas. Shuning uchun ko'pchilik aytadi, mana biz aytganmiz, mana bolaligimda ko'p kalta yeganman ota-onamdan. Bolaligimda ota-onam ko'p urush qilishgan. Bolaligimda ota-onam aldab ketgan. Deyishadi. Reversiya holatiga qaytmanglar. Nima qilibdi? Urgan bo'lsa, nima qilibdi? Ko'tingizga tepgan bo'lsa, nima qilibdi? Hozir o'rganingiz yo'q-ku. Nima qilibdi? Yoki yana shunaqa holatlar bor, reversiya holatiga tushib, yo'lidan adashib ketadigan qizlar bor. Misol, ular qizlik paytida zo'rlandi. Biron bir erkak tomonidan zo'rlandi, lekin bu zo'rlanganini yashirdi. Masalan, bor-ku, ko'pchilik ota-onalar qizini birovni uyiga mehmonga jo'natadi yoki o'zligi ish bilan ovora bo'ladi, qiziga yo amakisi tomonidan, yo qarindosh tomonidan, yo qo'shni yigit tomonidan o'sha qizga teginib qo'yishadi. Oyog'ini orasiga, orqasiga-da teginib qo'yishadi. O'g'il bolami, qiz bolami farqi yo'q. Ularning bolaligida teginib qo'yishadi. Ammo ular buni sir saqlaydi. Sir saqlaydi, katta bo'ladi va baribir o'sha reversiya holatiga qaytgisi keladi. Ya'ni ular o'sha payti ojiz bo'lgan, ular o'sha payti go'dak bo'lgan. Endi ularning miyasida, xotirasida qolgan o'sha narsa, ba'zi birlari umuman turmushga chiqa olmay qoladi. Chunki bu narsani qo'shni yigit qilib o'rgatgan bo'ladi bolaligida. Buni ko'pchilik yashiradi. Ya'ni ota-onasi ishdaligida yoki bola kichkinaligida yo biron bir maktab muassasalarini ba'zi birlarida kimdir unga teginib qo'yadi, kimdir uni ko'kragini g'ijimlab, kimdir uni ko'tidan ushlab, kimdir uni oyog'ini orasiga qilib, ya'ni hirsini qondirgan begona erkak yoki qo'shni erkak yoki qo'shnining o'g'li yoki amakisi bo'lishi mumkin, yo tog'asi bo'lishi mumkin yoki qaysinisining eri bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Chunki o'sha paytda feromon bo'ladi bolalarda
O'sha feromonda erkakning hayvoniy instinktini uyg'otib yuboradi. Endi hamma erkak emas, prosta bachchabozlikka qiziqadigan erkaklar, ularning xotini bor, bola chaqasi bor, lekin ular bachchabozlikka qiziqadigan erkaklar bor. Ular mana shunaqa teginib qo'yadi. Lekin o'shalar buni aytolmaydi hech kimga, ota-onasiga aytolmaydi. Amakim qildi shunaqa, akam qildi shunaqa deb aytolmaydi. Ular yashiradi. Lekin u katta bo'ladi, turmushga chiqadi, yo bunisi uylanar. Lekin o'sha xotirasida qoladi. Ya'ni o'sha xotirasi qolgani reversiya. U yo xiyonat qiladi, chunki o'sha xiyonat qilayotganda, o'sha narsani ko'rganda endi kuchliroq his qiladi. Ya'ni nima bo'ldi? Endi kuchliroq javob ответ qilish uchun reversiya holatiga qaytadi. O'z-o'zidan emas bu. Reversiya juda og'ir. Reversiya juda og'ir. Ya'ni reversiyani antonimi so'zi bilasizlarmi nima? Progress, taraqqiyot, yuksalish, o'sish. Qarang. O'sish, progress, taraqqiyot, oldinga yurish. Bu reversiya holati. Orqaga qayt, orqa xotiraga qayt, seni kim xafa qilgan odamga qayt. Unga qayt. O'shaning uchun ham biz ko'proq aytamiz, kechiring, kechib yuboring, kechiring, kechib yuboring deymiz. Reversiya holati tufayli ham qizlar ko'p erga tegolmaydi. Ularning xotirasida bor, faqat ular aytolmaydi hozir. Ular endi chunki oradan ancha yil o'tib ketdi. Bo'ldi, yopiqlik qozon yopiqligicha qoldi. Ularni qizligiga teginilmasa ham boshqa joyiga tegingan, ularni amakisi, ularning qo'shni erkaklar bo'lishi mumkin, ota-onasi ishdaligida yoki bo'lmasam bunaqa bemalol gapirish mumkin. Buni prosta yashirishadi qizlar. Keyinchalik agar ularni kovlashtirib reversiyaga qaytarsangiz, ular aytib beradi. Qachon kim tegingan unga? Bolaligida. Necha yosh edi? Unda 9 yosh. Keyin bittasi aytgan 8-sinfgacha tegingan. Bittasi har ko'chada ko'rib ota-onasi yo'q payti uni quchoqlagan, o'pgan. Yoshi katta amaqa ular tomonda. Amakisi, o'zini radnoy amakisi ham. Bor bunaqa oilalar. Faqat buni yopti qilishadi. Chunki o'sha payti bular bo'z yigitlar bo'ladi. Bo'ydoq yigitlar bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Shunaqa o'shaning uchun reversiya holatiga qaytganlar, keyin ular ko'prik yo'ldan adashadi. Ya'ni o'sha bolaligida u kuchsiz bo'ldi. Bolaligida o'zini himoya qila olmadi. Endi katta bo'lganida o'sha holatda endi o'sha rolni, ya'ni o'sha sahnani sahnalashtiradi. Endi bu holatda qanday javob qaytaraman degan holatlar ham bo'ladi. Iloji boricha qizlar mabodo mana hozir buni yashirasizlar. Bu hammada ham bo'lmagan, lekin dunyo bo'ylab 70-80% qizlarda xuddi shu holat bo'lgan, yashirincha. Bolaligida ko'pchiligi esdan chiqib ketadi, chunki miyani o'zi o'chiradi agar og'ir travmali bo'lsa. Maktabda yoki qanaqadir pana-panada qolganida yoki kechgacha o'ynab biron bir joyda qolganida katta bolalar tomonidan yoki u uyda ota-onasi yo'q payti qolganida ular ko'pi esdan chiqaradi. Esda qolganlar ham bor. Mabodo shunaqa bo'lsa ham, nima qilibdi bo'ldi, unuting. Unuting u vaziyatni. Chunki siz o'sha paytda o'lib qolmadingiz-ku. Ularni ham o'zini karmasi bor. Ular mana shu qilgani uchun karma oladi. O'zlarining farzandlari tomonidan karma oladi. Ya'ni nima demoqchiman? O'sha bolaligingizdagi hech kimga ayta olmagan reversiyangiz uchun, masalan, yoqimsiz reversiyangiz uchun siz biron bir yo'lga kirib ketmang, biron bir izdevательство holatlariga tushib qolmang. Nima qilibdi shunaqa narsa bo'lgan bo'lsa? Hozir sog'siz-ku, mana ishlasangiz chiroyli ovqatlar olib yeya olasiz, ishlasangiz chiroyli kiyimlar olib kiya olasiz va o'sha o'tmishdagi, misol, kim sizga tegingan bo'lsa ham, amakingiz tomonidanmi, ba'zi birlar adasi tomonidan ham yomon qarashlar bo'lgan, biz eshitganmiz. Ba'zi birlar deyapmiz, yana bo'lmanglar, O'rta Osiyo juda hovliqib ketaveradi.
gapni tushunmaydi. O'shaning uchun biz ko'p baqiradigan bo'lib qoldik o'zi. Tushunmaydigan klientlar, mijozlar yozsa biz baqiramiz. Уже chidab bo'lmayapti ularga. Ularni hovliqma savollariga, ensa qotar, qanaqa miyag'i, qanaqa duoibat qilishadi ularni hatto. O'shaning uchun ham kommentariyamiz ochiq. Chunki kommentariyada negativ jo'natib ham ular duoibat qiladi. Ya'ni o'zini yukini tashlab yuboradi. Bilasizlarmi? Sразу yopishtiringlar gap bilan. Agar sizlarga shunaqa neto gaplar gapirsa, orqasidan yo oldidan yopishtiringlar gap bilan. Sababi ular o'sha piching qilib, sasib, piching qilib yozganda, ular o'zini yukini tashlab yuboradi. Даже oddiy yozuv bilan. Bu haqda ham gaplashamiz. Hozir boshqa mavzuga o'tib ketdik. Reversiyada xuddi shunaqa holat bo'lsa, qizlarjonlar, bo'ldi, o'sha narsa bo'lib o'tib ketdi. O'sha narsani yozing qog'ozga. Men o'sha paytda bola edim, hech narsani tushunmas edim. Neki bo'lgan bo'lsa, bu hammasi Xudodan bo'ldi. Xudoning xohishi shunaqa ekan. Xudo shunaqa qiynalishimni xohlagan ekan. Endi Xudoning o'zi javob bersin. Bu yerda men aybdor emasman. Nega bu narsani o'ylab siqilib yurishim kerak? Hayotim davom etishini xohlayman. O'sha voqealiklarni unutaman. Hozir tirikman, sog' salomatman. Ajalim kelguncha o'ynab, kulib, o'zimni xohlagan narsamni yeb, kiyib, yashab va jamiyatga foydali inson bo'lib yashayman deb qog'ozchaga yozishingiz kerak. Va u qog'ozchani xavfsiz holatda yoqib yuborasiz. Ya'ni reversiya holatiga qaytmanglar. Orqaga qaytmanglar. Orqaga qaytishning foydasi yo'q. Orqaga qaytishning foydasi yo'q. Lekin bu dunyoni sistemasida orqaga qaytarishni o'rgatadi. Nimaga? Pulingiz bo'lmasligi uchun. Baxtli bo'lmasligingiz uchun. Token butun baxt bo'lmasligi uchun. Vechna g'ingshib, vechna shu pensiya yoshiga yetar yetmas o'lib ketishingiz uchun. Pullaringiz ham g'aznada qoladi keyin. Yoki bo'lmasa keyinchalik pensiya yo'lib ketadi. O'lib ketishingiz uchun, chirib ketishingiz uchun-da. Mana bolaligim, seni sog'indim. Nimani sog'inasizlar bolalikda misol? Nima? Pulingiz bo'lganmidi? Baribir bola bo'lgan bo'lsangiz, gap eshitgansiz, ko'tingizdan tepki yegansiz, o'qituvchilardan kalta yegansiz. Nimasi yaxshi? O'sha paytdagi bolalik. Pulingiz bo'lganmidi? Yaxshi ko'rgan qizingizga bir normalniy sovg'alar bera olganmisiz? Bera olgan bo'lsangiz ham ancha-muncha ter to'kishingizga to'g'ri kelgan. Pulingiz bo'lmagan-ku, nimasini sog'inasizlar bolalikda? Kamina misol bolaligini sog'inmaydi. Bolaligim yoqmaydi. Umuman. Bolaligimga tupurganman, to'g'risini aytaymi? Nafratlanaman bolaligimdan. Pulim bo'lmagan. O'zim xohlagan kiyimni olib kiya olmaganman. Nimasiga shukr qilaman? Yoqmaydi. Yoqmaydi bolaligim. Uni nima yoqmagan narsaga ham shukr qilmayman-ku. Yoqmaydi, всё. Вот. Keyin rosa ter to'kishim kerak edi. Bitta kinoga tushish uchun, yo biron nima qilishim uchun uyda ancha-muncha ertadan kechgacha ishlashim kerak edi. Va umuman yoqmaydi bolaligim. Bolaligimda pulim bo'lmagan, biron bir joyda ishga olmaydi bolalikda. Faqat yig'lab o'tirish, ota-onam qanaqa qaror qabul qilishi, ota-onamni qachon urush janjallari tugashi, bo'ldi. Mana shunaqa narsalar bo'lgan. Unaqa yoqmaydi. Qiziqarli narsalar maktabda bo'lgan. Olimpiadalarga qatnashganman. Это тоже не очень. Yo'q. Unaqa emas. Wow emas. Yo'q. O'sha payti wow bo'lib ko'ringan bilimlar olishim. Yo'q, o'ylab qarasam juda ko'p bilimlarim. Masalan, nechta mana 10 ta, 15 ta kitob ko'tarib yurgan bo'lsam, o'sha kitoblarimning bittasi ham meni hayotimga foyda bergani yo'q. To'g'risini aytay, foyda bergani yo'q. Foyda bermadi. Dunyo boshqacha ekan. Reversiya bo'lishni xohlamayman. Bolalikni yoqtirmayman. Bolalikda bolaligimdagi shovqin kunlarni kechganman. Boshimdan zar sochsalar ham, bir sandiq tillab bersalar ham, bolaligimga qaytasanmi desa, ularga o'rta barmog'imni ko'rsataman. Oyog'imni ham o'rta barmog'ini ko'rsataman. Chunki rostdan ham yoqmaydi bolalikka borish. Bolalikka qaytishdi, bolaligim sog'indim deb yig'laydiganlar hozir ham nechashasizlar. Hozir ham baxtsiz. Bo'lim meni bolaligida baxtliroq bo'lgan. Kimdir ularni boqqan, kimdir ularning xolodilnigini to'lagan. Bolaligini sog'inish bu atay reversiya qilib, duoibat qilib, qo'shiqlar bilan qaytaraveradi. Hech qanaqa yaxshi narsa yo'q.
Yaxshi narsa yo'q bolalikda, yo'q. Hech qanaqa. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar, bolalikda yaxshi narsa yo'q. Faqatgina yaxshi narsa boylarning farzandlarida bo'lgan, merosxo'rlarda bo'lgan. Boylarning farzandlarida yaxshi narsa bo'lgan. Oddiy aholida vryatli yaxshi bolalik bo'lmagan. Faqat boylarning bolasida zo'r bolalik bo'lgan. Ular endi reversiya qilib eslasa bo'ladi. Nu sizga nima zarur? Qaytmanglar reversiyaga va barchamizdan Yaratgan Egam rozi bo'lsin. Oldinga, olg'a, oldinga, tepaga, oldinga, to'g'riga, oldinga, orqaga emas.